Assalomu alaykum azizlar. Mana yana diydor ko'rishdik. Tinchmisizlar, omonmisizlar? Oilanglar tinchmi? Bugun sizlarga o'sha komment savollariga javob berishni davom ettiraman. O'sha ko'plar berganlar xafa bo'lib qolmasin, ulgurganimcha. Keyin yana davom ettiramiz. Komment savollarini berayotganda bitta narsani iltimos qilmoqchi edimki, haligi mani videomda bor savollarni bermanglar. Video berganimda o'shalar haqida aytgan savollarimni bermanglar. Unga yetsa bo'ladi, bunga yetsa bo'ladi deb so'rayverasizlar. Videolarni yaxshilab ko'ringlar. Masalan, Asad ikkini ham so'rashyapti, qanaqa ichiladi? Necha marta aytish mumkin, necha marta ko'rsatish mumkin? Asadini keyin korobkasi ko'rsating deyishdi. Mana aslida korobkasi ko'rsatmoqchiman. Mana men ichadigan. Mana Armavirskiy asid 2 fraksiya deb qo'ydim. Buni ham shu savol berishyapti. Mayli ko'rsatdim. Endi davom ettiramiz. Xullas kalom, quyidagi savoliga javob berishimni xohlashyapti. Tizzamni yaltiroq pardasi yirtilgan. Nima qilay? Endi men tushunmadim, tizzada qanaqa yaltiroq pardasi bor ekan? Tizzada tog'ay bo'ladi. Tizzani ustida terini tagida tog'ay bo'ladi. Tizzani ustida qopqoq deydi. Ana shu yirtilgan duvasi. Men savolingizni tushunmadim, shuning uchun shu savolingizni boshqatdan berishingizni, to'g'rilab tushuntirib berishingizni xohlayman. Yozyaptilar. Men to'g'ri nafas ola boshladim, zo'rman. Har kuni 1 soat to'g'ri nafas olaman va avvalgiga nisbatan o'zimni juda ham yaxshi his qilaman. Yashang, davom ettiring. Men Moskvadanman, Saida. Sizni tavsiyalaringizni bajaryapman va meni ahvolim juda yaxshi deb yozyaptilar. Yaxshi. Savol keyingisi, to'g'ri nafasni 10-15 marta ko'rsating debdilar. Har safar beraman. To'g'ri nafas deganda, demak, yana mayli iltimosga ko'ra 10-15 marta ko'rsatmayman, 1 marta ko'rsataman. Demak, to'g'ri nafas olganda mana yonboshimdan qaranglar, mana shu og'iz orqali olinadi, burundan emas. To'g'ri nafas olayotganda, mana qisqa og'iz ichida qolib ketadi, og'izda olgan havoyingiz. Yarim sekund. Demak, yarim sekund nafas olasiz. 4-5 sekund uzoqroq yengil chiqarasiz, kuch bilan emas. Va ana inaki og'iz burunni bekitasiz. 5 gacha sanizmi ichingizda, 10 gacha sanizmi, qancha uzoq ushlasangiz shuncha yaxshi. Avval o'rganishda 5 gacha sanab o'rganishingiz mumkin. To'g'ri nafasni yana qaytaraman. Yurganda, zinadan chiqayotganda, o'tirganda, yotganda, yonboshlaganda, o'tirganda, maylisda o'tirganda, avtobusda yo mashinada ketayotganda albatta bajaring, natijasini ko'rasiz. Bu siz uchun juda foyda. Yozyaptilar. Qizim qonida 4 xil virus chiqdi. Asidini icha boshladi, 1 tomchidan 20 tomchiga chiqdi. Va qoni toza chiqdi. Hozir tug'di bolasi bor. Qarang. Demak, bir ayol ekan. Qonida 4 xil infeksiya chiqqan endi albatta. 4 xil virus. Ana endi shu nimani qilibdi deng, 1 tomchidan ichib 20 tomchiga chiqib, yana 20 tomchidan orqaga 1 tomchigacha qarab qaytib kelgan. Ana shundan keyin qoni analiz topshirsa toza chiqqan va u ayol hozir tug'ib bolasi 2 yosh bo'libdi. Yaxshi. Keyingisi, dori zo'r, lekin qonni quyultirar ekan. O'rtoqlar, qonni quyultirdi, qonimni deb hali birorta menga kommentariy kelgan yo'q o'zingizlar. Lekin men uni 1000 marta aytganman. Qonni quyultirish mumkin deb aytayotganlarga ham hammaga aytamanki, buni ichgandan keyin albatta suvni o'sha kuni normada keltirib, 1,5 litrdan kam suv ichmanglar. Suvni parallel ichib yuringlar. 1000 marta aytganman. Men shpritsga asidini olib, ninasini chiqarib olibman. Endi avvalambor ninasini chiqarib olgan. Men o'zimda ham shunaqa holat bo'lgan. Ninasini bir marta olib qo'yganman. Yana qaytib qilib ichib yurganman. Endi bu sizning xohishingiz.
bilasizlar, qorong'iroq joyda, salqin joyda turadi. Холодильникni pastida deyishyapti. Man qorong'ida, masalan, xonada konditsioner bor, yozda ham o'sha hali konditsioner har doim yoqib bo'lmagan, salqin joyda, devorga yaqin joyga qo'yib, uni iste'mol qilganman. Harakat qiling, ninasi joyida qolsin. Sababi ninani keyin qolasiz, shpritsligini quyasiz suvga-da, keyin nina shpritsni yana joyiga solib qo'yasiz. Gemoroyga qancha ichay asidini? Endi savolni qarang. Gemoroyga primochka qiling, kompress qiling o'sha joyiga. Birga bir suv qilib xohlasangiz o'zini 1 soatga qo'yishingiz mumkin. U ziyoni yo'q. Lekin gemoroyga ham o'sha hamma qanaqa ichadi? Masalan, bir kunda bir mahal ichaverasiz. Bir kunda bir mahal 1 millilitrdan 100 gram suvga solib iching. Organizmni toksinlardan tozalashni o'rgating deyapti. Men organizmni toksinlardan tozalash temasiga hali tayyor emasman. Aytganman, o'zi aslida juda ko'p aytganman toksinlardan tozalashni. Lekin yana alohida bitta tema chiqaman. Bu bitta og'iz so'z bilan bu bo'ladigan narsa emas. Men muzlatib erigan suvni 6 oy ichib, zo'r ozdim, yoshardim. Otim Barchinoy debdilar. Yashang Barchinoy. Demak, har bitta narsaga hafsala qilsa va chin dildan ixlos bilan qilsa, uni ta'sirini biladi. Keyingisi, korzinkada tish parashogi, SSSR davridan qolgan parashokni olib, qo'ltiqqa surtdim, qo'ltig'im terlamayapti va mana qarang bu narsani. Buni natijasini ko'rdim deyapti. Buni menga odamlarga yetishim uchun aytishgan bo'lsa kerak. Demak, haqiqatdan u ham foyda berar ekan. Korzinkada burun bezatishni botirib oq parashok bo'lardi. O'shanda yuvardik. Ana shu parashokni qo'ltiqqa, demak, surishni parashogi yo'q, o'zini surganmi yoki suvga ozgina bo'tqa qilib surib, keyin yuvib tashlagan bo'lsa kerak. Keyingisi, oyoq og'rig'iga o'tirib turishga oyog'im og'rirdi, o'tirib turishga qiynaldim. Yoshim 59 da, yaqinda kasalxonada yotdim. Sizda osteoartrozi 2-daraja, endi qo'ygan diagnozlarni aytaman. Nima qilay? Demak, lecheniya davolari ta'sir qilmagan bo'lsa kerak. Birinchidan, suvni normada iching. Sizga nasihatim, suv normada iching. Yoshingiz nechida bo'lgan bilan og'irligingizga qarab suv normada iching. Soda iching, perks iching. Oyoq og'riganlar qana otsiflarni ko'ryapsiz, eshityapsiz va asidini albatta menga mana shu men qilgan narsalarni qiling. Agar xohlasangiz majbur emassiz. Natijasini ko'rib kommentariyaga yozing. Men soda va perks icha boshladim, yengil bo'lib qoldim. Sizga rahmat. Menga emas, shu asidikini va perksni o'ylab topganlarga rahmat. Men sizlarga o'zimda shuni sinaganim uchun sizlarga tavsiya qilgandim. Keyingisi, jigar haqida ham, jigar kasalligi haqida ham bitta tema tayyorlaylik. Mayli, jigar haqida ham albatta tema tayyorlayman. Jigar haqida nima so'ramoqchisiz bilmadim. Jigar 1,5 kilogramm og'irlikdagi organizmdagi eng ko'ta 2 kiloga boradi ba'zida organ bo'lib, odam o'ng qovurg'asida turadigan jigar. Jigar organizm laboratoriyasi hisoblanadi. Jigar organizmga kirgan qonlar jigarga kirib, jigarda tozalanib chiqib ketadi. Shuning uchun jigar organizm laboratoriyasi hisoblanadi. Jigar hujayralari keyin o't suyuqligini ishlab chiqaradi. O't suyuqligi jigarni tagiga yopishib turgan o't tufagida to'planadi va ovqat yegandan keyin keraklicha 12 barmoqlichaga o't suyuqlik tushadi. Endi jigar kasalliklari haqida sizlarga davolat aytaman. Jigar o'ng bo'lak, chak bo'lak. Endi uni anatomiyasini, jigar tuzilishlari sizlarga keragi yo'q. Men jigar haqida albatta video tayyorlayman. Jigar kasalliklari haqida demoqchisiz. O't tufagim olingan. Allohol qachon ichiladi? Ovqatdan oldin yoki keyin? Men o't tufagi olingan bir ayoli o't suvini o'qib berdim. Men dedi, ovqatdan oldin ham dedi. Ichib olaman dedi. Ovqatga yarim soat va ovqatdan keyin yana ichaman deyapti. O'zingizni xohishingiz. Demak, ovqatdan yarim soat oldin, yarim soat keyin ichsa bo'ladi. Endi savol beriladi. Ko'zni zreniyasini tiklash haqida gapiring debdi. Ko'zni zreniyasini tiklash haqida gapiring.
ko'z ko'rishini yaxshilash haqida. Endi ko'zga tabiiy davolarni, tabiiy nimalarni man sizlarga bir payt aytdimmi yo'qmi, oddiy nima aloeni 3 yilligidan suyuqligidan va uni toza asal bilan aralashtirib tayyorlaydigan nimasi bor. Retsepti. Uni men sizlarga keyin beraman. Ko'zni zreniyasini endi mani ochki taqqanimga qaramanglar. Men endi juda ko'p o'qiganman. Shu paytgacha tinmay o'qiganim uchun ochki taqaman. Ochkini ko'zni ko'rish o'tkirligini yaxshilash uchun qo'lingiz ko'zingizda atrofida bo'lsin. Bir kunda kamida 2 martadan mana shu mashqlarni bajaring. Ko'zni tepasida deyman. Mana shu qilib chimchilab. Mana shu mashq qiladi. Mana shu ko'zni tepasiga. Shunda bitta qo'lingiz qovog'ingizda bo'ladi. Mana qovog'ingizni tepang. Mana shunaqa qilaverasiz. Mana bu yonlari. Bu yoqqa qarab. Mana. Yana yurish, bunday yurib, mana qon tomiri yuradigan yo'li. Bunaqa qilib damam yoqqa chiqib ketadi bu yana. Demak, mana shu qosh o'rtalar. Demak, ko'zni yuqoriga ko'tariluvchi, pastga tushuvchi muskullarni, ichkariga tortuvchi, tashqariga tortuvchi muskullarni tinmasdan massaj qilavering. Bu juda ham foydali narsa. Ayniqsa kompyuterda uzoq o'tiradiganlar, uzoq o'qib, uzoq ochki taqadiganlar, ilojini qilsanglar, o'zingizlar kelajagingizlar o'ylasanglar, har soatda 1 soat, yarim 10-15 minut ko'zni ochib yumish mashqlarini bajaring. Tashqariga, ichkariga 30-40 martadan yuqoriga, pastga. Mana siz eng asosiy ko'z mashqlari. Lekin ko'zga keladigan qon tomir qayerdan keladi? Bo'yindan. Shuning uchun mana shu bo'yin muskullarini, mana shu narvansmon muskullar dedim. Mana shuni tinmasdan massaj qiling, ko'zingizga qon yaxshi boradi. Demak, har bir organga qon yaxshi borsa, u organga pitaniya, ya'ni oziq-ovqat olib boradi. Glyukoza, vitamindan, mineral. Ana shular bilan oziqlantirgan bo'lasiz o'zingiz. Dorini o'rniga. Bir odam aytibdiki, semiz o'tni yedim, yo'talishim qo'zg'adi. Allergiyasi borlarga mumkin emas. Buni aytdim-ku, semiz o'tni hamma ham qabul qila olmaydi. Semiz o't allergiyasi borlarga mumkin emas. Demak, sizni yo'talingiz qo'zg'agan bo'lsa, semiz o'tdan ichmang. Men 3 oy bo'ldi soda ichaman. Qodir degan odam yozyapti, Qodirjon. Bugun o'ziga tushdim. Hamma organizmim yaxshidir. Xursand bo'ldim, rahmat. İchimlik sodani ichib mazza qilib yuribman. Terim tozalandi, yana birov yozyapti. Yaralarim bor edi, mayda-chuyda ketdi. Demak, zo'r tuzaldim men deyapti. Zarari yo'q ekan deyapti. Rahmat. Opajon, sodali suv ichib, ichim yaxshilandi. Yengilman. Tinmay ishlayapman, charchamayapman. Sog' bo'ling, omon bo'ling deb yozibdilar. Yuzim qizib qichishadi, burnim qattiq qizaradi. Virusga tekshirdim. Xullas kalom, yuzim qizib qichishadi, burnim usti qizaradi. Endi mana shunaqa qichishlarda ham albatta bir qonni tekshirtirish kerak, ayniqsa virusga. Burnlarning o'zlari qizarib, yuzlarida ham qizarish bo'lsa, xuddi kapalsimon qizarish bo'lsa, bu virus alomati ham bo'lishi mumkin. Uni meditsinada apayasilish degan kasal Xudo ko'rsatmasin. Shuning uchun virusga tekshirtiring. Hammasi toza chiqsa, hatto virus chiqqan taqdirda ham soda bilan perks virus, mikrob va parazitlarni o'ldiradi deganman. Shuning uchun xohlasangiz hozirdan soda iching, perks iching, asid iching va suvni normada iching. Hammasi aytolmani, teri kasalligi bu teri kasalligini terida davolayvermaylar har xil narsalarni. O'san ichkarini davola, asnovan davolagin deyman. İçini tozalamasdan turib, ichaylarni qonni tozalamasdan turib teridagi kasalliklar ketmaydi. İchimlik sodasi qanday ichiladi debdi. Mayli, javob beraman. Bergan bo'lsam ham javob beraman. Sizlarga ham qaytarish bo'ladi, yana qaytaraman. Bitta bakal qo'ying ichishga 250 grammlik, 200 grammlik. Ana shu bakalga birinchi ichish boshlagan bo'lsangiz bir chimdim. Bo'lmasam ichib yurgan bo'lsangiz yarim choy qoshiq, bir choy qoshiqni solib, bo'sh stakanga solib, yarim bo'lguncha qaynoqqina 90 gradusli suv solasiz. Vijilatib borasiz. Qolgan yarmiga muzday bezgazda suv solasiz. Ana
ana shuni keyin yana bitta aralashtirib tashlab ichasiz. 3ga bo'lib ichasiz, birdaniga ko'tarmang. Payg'ambar o'zi ham suvni 3ga bo'lib ichganlar. Qani sizga ichimlik sodasini ichish. Xohlasangiz bir kunda 1 marta iching, xohlasangiz bir kunda 2 marta iching. Yana qaytaraman, faqat och qoringa bo'lsin. Endi xo'jayinim ko'zida glaukoma. Xo'jayinim ko'zida glaukoma temasini berganman. Yaxshilab qaranglar. Agar tushunmasanglar kommentarda so'ranglar. Menda kuchli allergiya bor. Endi allergiya har xil bo'ladi. Nimaga allergiya? Buni men aniqini yozmagan ekansiz. Men har qanday allergiyani tozalash uchun ichkarida ichakni tozalang deb tavsiya qilaman. Ichakni, jigarni tozalashni sizga tavsiya qilaman. Ichakni, jigarni tozalasangiz allergiyadan sekin qutulasiz. Men allergiyaga yana bitta katta tema qilmasam bo'lmaydiganga o'xshaydi. Onam 58 yoshdalar, yurakda quvvatlari yo'q, tez charchab qolyaptilar. Klimix Klimixda qiyin. Klimixga alohida bitta tema tayyorlayapman. Klimix bor boshlandi deganda bu Klimixda yana birdaniga tellab ketish, birdaniga hamyosuv bo'lib ketish, charchash, nima charchagandan keyin ruschasiga раздражительность deydi, ya'ni urushqoqlik paydo bo'ladi. Hech kim yoqmaydi, hech nima yoqmaydi. Ana shuning uchun men ularga tavsiya qilgan bo'lardimki, suvni normada ichsinlar. Normada suvni ichsinlar. Suvni o'zi 150 xil kasal davolaydi va albatta shunaqa bo'layotgan bo'lsa, soda icha olmasalar, asidini ichsinlar. Qo'rqmay asidini ichiringlar. O'zlariga kelib qolib charchoqlari ketib 100 qadam yursalar ham charchamaydigan bo'ladilar. 3-4 ta chesnok va bir tomchi bitta 3-4 ta limon va bitta chesnokni blenderda ezib bankaga solib qo'yib, kuniga bir marta suvini bir choy qoshiqdan suvga bir choy qoshiqdan qo'shib ichish juda ham foyda ekan. Men shuni amalga oshirdim deb bir ayol yozibdilar. Bu chesnok emas, buni yanishtirib 3-4 ta chesnok va yana bitta chesnok emas. Bunisi demak chesnok emas, limon. 3 ta 4 ta limonni po'sti bilan nimadan chiqarganlar. Bitta chesnokni tozalab, bir galovka deydi, tozalab uni ikkalovini aralashtirib xolodilnikka qo'yib qo'yibdilar. Kuniga bir marta men buni o'zim ham aytdim, suvga bir choy qoshiqdan qo'shib ichish kerak. Bu sog'lom odamga ham foydali. Sog'lom odamlar ham ayollar, qizlar, ayollar, erlarga, qizlar, yigitlar hammaga foydalansin. Umurtqam singan, umurtqada og'riq bor, nima qilay? Endi tushunmadim. Umurtqa singanda qolmagan bo'lsa kerak, umurtqada og'riq, umurtqa singaniga eng foyda narsa asidi, suyaklarni tiklash xususiyatiga ega. Keyin momiyo ichdingizmi yo'qmi? Momiyoni ham suyak singanda ichadi. 0,2 gramdan kuniga 2 mahal 25 kun ichiladi. 5 kun dam olinadi momiyoni. Keyin yana bu yerga yana 3 ta kurs momiyoni ham qilasiz. Asidni ichasiz, to'g'ri pas olasiz. Va kalsiy va magniy, vitamin D3 albatta ichishingiz kerak. Endi jenshen haqida ham aytib o'tmoqchiman. Jenshen nima ekan? Jenshen so'rashibdi. Jenshen Сокровище природы, dar Boga deyapti. Men ruschasiga olaman. Yaxshi ko'raman, mana chiroyli yozilganda. O'zbekchasiga jenshen tabiatni inomi va Allohning ne'mati ekan. Buni 7 xili bo'lar ekan. Ya'ni jenshen ildizini 7 xili bo'lar ekan. Endi hammasi xillari haqida sekin-sekin o'rganaman. Eng yaxshisi deyapti, yorqin qizil bo'lgani, ya'ni karislarda mana shuni ko'proq iste'mol qilinar ekan. Asosan bu jenshenni nimada Xitoylar birinchi ekkan, topgan va Xitoyda doim qo'llanib kelinadi va Koreyada ham, Yaponiyada ham jenshen juda ko'p qo'llanadi. Buni ildizi ko'proq petrushka bor, bizani bor, o'sim nima deydi, ko'kat. Ana shu petrushkaning ildiziga o'xshar ekan. Ko'pincha shuni bir-biriga o'xshatishar ekan. Endi uni Xitoyda 5000 yil burun topgan. 15 yil yer tagida yotsa,
ana enakkan rakka davo bo'lar ekan. Qarang, mana jenshin hamma kasallikka davo, shuni bilib olinglar. Ayniqsa rakka 15 yil yer tagida yotgani u juda ham foyda ekan. Demak, uni qaysi kasallarda ishlatiladi? Hamma kasalda ishlatilar ekan. Diabetda, tuberkulyoz, lekin unga qarshi ko'rsatmalari ham bor. Diabet, tuberkulyoz, yurak qon tomir sistemasi kasalliklarida, davleniyada faqat ichib bo'lmas ekan jenshini. Eshitib olinglar, o'zingizcha bilib ichmanglar. Uni tarkibida foydali efir moylari bor, vitaminlar, selen, B gruppi vitaminlar bor ekan. Minerallarni hamma xil sanab o'tmayman. Faqat uni demak davleniyasi borlarga va yosh bolaga mumkin emas ekan. Demak, karislarni qizil jenshini eng foydali deb aytdim. Endi demak 40 yoshdan keyin ichganinglar ma'qul ekan, chunki bu 40 yoshdan keyin ichganingiz bu kuchli energiyani beradi. Eng yaxshi ma'lumot shuki, jenshinga organizm o'rganib qolmas ekan. Organizmda uni vazifasi nima ekan? Он как мягкий stimulyator deydi. U organizmga yengilgina nima deydi? Kuch berar ekan. Organizmi kuchini ko'paytirar ekan. Shuning uchun jenshin haqida yana tayyorlayapman. Ularni bir kun alohida tema qilib chiqaman. Endi sizlar bilan shu cho'tga kelganda xayrlashamizda, yana ertaga yoki bugun ko'ramiz, vaqtimga qarab davom ettiramiz. Xayr, salomat bo'linglar.